hammasi suriladi. Kengina bo'lib qoladi. Qarang. Kengayadi. Zo'r o'ylabsiz buni. Hammasi suriladi. Yaxshi. Yarim chester. Bu yarim chesterimiz 4 million 800 ming so'm. Razmeri 230 ga 330 buniki. 4 million. Ikkita pufigi bor. Ikkita, katta. Burchayi ham 90 gradusli burchay. Ha. Devorga yetib boradi orqasiga. Ha, hali bo'sh joy qolmaydi. Bo'sh 4 million 200 ming chiqadi bu. 4 million 200 ming. Aha. Qo'ylar. 4 million 200 mingga chester bor akalar. Bu 4 million chiqadi bu. 230 ga 430 mi? 230 ga 430 bular. Aha. 4 million chiqadi. Deb osonamiz 430 ga 230 million. Aha. Narxi 5 million 200 ming so'm, oyoqlari sasna oyoq. 230 ga buniki 330. 230 ga 330. Yevro pason. Buni turishi 3 million so'm shu. Turishi xonsiz. Andijonga kelganmiz, qo'lgil ustalarimizni ishlaridan ko'ramiz. 5 million 700 mingga yangi turdagisi bu. Bunga teki 7 deb fasoni, boshqachasi. Xo'p, mana bu yerda 3 million, 3,5 millionlik turlari bor. Xo'p, ichkariga kiramiz. Hozir hammasini razmeri, narxlarini sizga to'liq tushuntirib berganmiz. Ichkarida chester, yarim chesterlargacha bor ekan, ketdik. Xo'p, narxlari akalar vodiy bo'ylab Andijon, Namangan, Farg'onaga mana shu narxda aytilgan ichida. Ya'ni dastlabkiga pul olishmaydi. 3 millionga mana bu yostiqli fasollarimizdan ham bor. Xona alohida aytilyapti. Video davomida hammasini sizlarga to'liq ko'rsatib beramiz. 17 ming yoqqan chesterda zo'rlari bor ekan. 5 yil sasnalilarga 5 yil kafolat ekan mebelga. Bu zo'r. Voy, boshlaylik. Yana bir marta assalomu alaykum qadrli do'stlar. Andijonga kelganmiz. Mebellarni ishlab chiqaruvchi xonadon usta akamiz, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Kelinglar, charchimay. Har xil turidan bor akalar. Bozordan arzon. Hozir hammasini sizlarga narxlari bilan ko'rsatib beramiz. Chesterlari o'sha o'zimizning ugologidan liboy turidan bor. Xo'p, akam, qaysi birlardan boshlaylik endi narxlarni? Ko'chadan boshlaymiz. Bir boshlayapman. Bu yoqda boshqacha turlari bor. Mana endi mana qaranglar. Bitta vashni ishlatib bering. Suriladi. Kengayib torayadigandan ekan. Zo'rmi? Hozir bularni ham narxini aytamiz. Xo'p, kuxni ham bor? Yo'q. Kuxniga ham qo'ysa bo'ladi. Kuxniga ham qo'ysa bo'ladi. Aha. 2 razmeri 230 ga buniki 330. 230 ga 330. Yevro pason. Bu yerda bari bo'ladi. Hozir yo'q. O'zi yog'ochdan bari bo'ladi. Bo'ladi o'zi. Yog'ochdan bari bilan qo'shib beramiz. Tagi sandiqcha bo'ladimi? Sandiqcha desa, sandiqcha ham qo'yib beramiz. Bo'ldi. Turishi qancha buni? Buni turishi 3 million so'm shu. Turishi xonsiz. Aha, bu alohida bu. Xona alohida narxlar. Xon har xili bor, o'shuncha alohida xonalar. Tushunali. 17 mana nargi boshqacharoq xonalari bor. Chiroyli gulli xonalari bor. Sizlarning talablarga qarab xonda alohida gaplashamiz. Mana shu turish xoni qancha xonning o'zi? Shu xonning o'zi 650 ming so'm. Bu xon taxti ham bo'ladi bu. Yotadi ham, ha? Ha, ikkitasi birda. Ko'rpacha sovuq atrofiga. Bo'ladi, zo'r. Navbatdagisi. Buni sut shuni boshqa rasvetkasi razmeri kattarog'i. Uzun ekan, ha? Buniki 430 ga 230. 3,5 million so'm. 3,5 million. Bunda puflar 4 ta bo'ladi. Pufigi 4 ta bo'ladi buniki. 500 ming qimmatiga ancha kattaroq bo'lar ekan. Kattaroq bo'ladi. Hop, bu aytilgan narxlar vodiyga ichida dedingiz-a, dastlab? Vodiyga dastavkasi ichida aytilgan narxlar. Andijon, Namangan, Farg'ona. Andijon, Namangan, Farg'ona hamma joyga yetkazib oladi. Vodil tarafga ham ketaveradi. Hamma yo'qqa, vodiy bo'lsa. Gap yo'q. Barcha joyga. Bunisi? Bu 7 deb osonamiz 430 ga 230 million. Aha. Narxi 5 million 200 ming so'm, oyoqlari sasna oyoq. Yog'och oyoqdan bular. Ha. Oyog'i. Oyog'i yelim qilib bering desa, narxi arzonlaydi. Ha, xohlagandan qilib beramiz. Narxini arzonlatib beraveramiz. Tushunarli. 7 Saberda anaqasi tushib qolibdimi? Zo'r. Ha, 7 deymiz buni. Qancha bu endi bo'ladigan? 5 million 700 ga yetkazib olib boramizda, agar o'zimiz olib ketamiz desa arzonroq qilib beramiz. 5 million 700 mingga yetib boradi. Aha. Zo'r. Bu boshqa rasvetkasi. Xuddi shuni boshqachasi. Boshqachasi, ha. Aha, mana xona bilan ochilib qolar ekan, menimcha zo'r. Xona bilan 3 ta bunda puflar. Bu pufiga 3 ta. Aha. Xona shu xonamiz polkalik 1 million 100 lik xon. Xon отдельный hisoblanadi. O'zi alohida 1 million 100. 1 million 100, ha, polkalik xonamiz. Go'zal. Navbatdagisi. Bunimiz razmeri 430 ga 230. 3 ta pufigi bilan 4 million so'm narxi. 4 million. Zo'r.
Dastlabkasi ichida. Buniki bu. oyog'i ishlanadi nima? Oyog'i yelim oyoq Yelim bularniki. Bu yerda yog'ochdan. Bu xonimiz 950 ming so'm, uni kattasi, uni kichkinani kattasi. Bu ham Xon taxta bo'ladi bu ham. bo'lib qoladi. Go'zal. Shunaqa. Xo'p, ham divan ham Ha, ham spalnik. spalni ham bo'lib qoladi yani. Qanchadan bular? Bu 2 million so'm dastlabkasi ichida bu ham. Ichida. Şeyda olib ketaman desachi. Shu yerdan olib ketaman desa 1 million 800 ga beramiz. O zo'r. Demak, ko'proq olsa, sizdan olib sotaman. Voha taraflardagi yasashlikda olib sotib qo'ya qoladi. Aha. Arzon Ularga- qilib beramizmi? Yana ham arzon qilib beramiz, ko'p Bo'ldi. olinsa. Bo'ldi. Mana bu eng yangilik ekan. Bu oldin ko'rmaganman Ha, bunaqasi. bu yangilik 7 million 800 ming so'm bu. 7 million 800 ming. Paranoy 22 plot machalka bo'ladi. Bu yerlar ham отдельный machalkada tikiladi. Ha. 8 lik machalka, 7 lik machalka qo'yib tikiladi. Razmer nechiga necha chiqadi? Razmeri buniki 230 ga 330. 230 ga. Oyoqlari 330. Yog'ochmi bu? Yog'och oyoq bularki. Yong'oq. Tabii yog'och. Oyog'i yong'oq oyoq. Go'zal. O'shuning uchun qimmat chiqadi. Polniy suriladi shu yerlar. Hammasi. Hammasi suriladi. Kengina bo'lib qoladi. Qarang. Kengayadi. Zo'r o'ylabsiz buni. Hammasi suriladi. Yaxshi. Endi ichkaridagilar ko'ramiz. Chesterlar trendga chiqyapti. O'zi asli Chester deb qaysini aytadi? Ya faqat mana shu Chester- Chester deydi bu. Yo'q, u Chester o'rnidan beradi. O'rni. Ikkosi Chester. Mana uni nima deydi? Bu yarim Chester bu. Ha, o'zi yarim Chester ham chiqib ketdimi? Ha, yarim Chester ham chiqdi. Boshqacha Yarim bo'ldi. Chesterlardan boshlaymiz. Ya nargindan boshlaylikmi? Bosh bolishlaydi. Aha. Teskasi bolishlik razmerimiz 230 ga 330. 3 million so'm o'zi. O'zi. O'zi, ha. Bu xona bilan bo'lsa 3,5 million so'm chiqadi. 500 mingmi xon? 500 ming so'm bu xona. Zo'r bo'laveradi. 3,5 million so'mga dastlabkasi ichida chiqadi. Bozordan ancha arzon-a hozir? Bozordan arzon qarab ko'rib olishaveradi. Tushunarli. Yarim Chester. Bu yarim chesterimiz 4 million 800 ming so'm. Razmeraj 230 ga 330 buniki. 4 million. Ikkita pufigi bor. Ikkita, katta. Xoni? Xona bu xonimiz 800 ming so'mlik xon. Polkalik, hali kattani kichigidan bu. Oyoqlari ham Tashqari. ajoyib qilib ishlangan polkalari bilan. Polkalik. Orqamizdagichi. Bu bolishli ishimiz Aha. 3 million 800 ming so'm. 230 ga 330 bu ham razmeri. Zo'r. Bunisi Bular tirish fasonlarimiz 3,5 million so'mdan. 3,5 million. Ha, anaqalari bu kattasi bu bu uzun. katta 430 ga 230 razmeri. 30 230. Endi hammasi 230 bo'ladi Ha, ekan. Pampers prujinali bu. Bu Zimekligimiz bor, 3 milliondan qilib beramiz. Aha. Zimek xuddi shu ko'rinish bo'ladi, ichida farqi bo'ladi. Ha. Pampers Zimek. yaxshi. Pampers, ha, Pampersga garantiyamiz bor. 3 yil garantiya beramiz. Sasnali ishimizga 5 yil garantiya beramiz. Gap yo'q. Mebelga 5 yil zo'r aka bu. Teraylikka 3 yil garantiya beramiz. Yaxshi. Nech pul dedingiz buni? Bu 3,5 million so'm. Aha. Zimek posonimiz bor, teraylik 3 millionga qilib beramiz. Bu 3 million. 500 ming qimmatiga bundan olgan yaxshi. 500 mingdan qimmatiga umrini uzaytirib oladi ishni. Bo'ldi. Bu hammasini materiali mo'yishi, pol mo'yishi. Hammasiniki mo'yishi material. Hammasi hozir Hammasi ko'rsatilgan. hozirgi ko'rsatayotganlar, lekin pol mo'yishi ham bor. Tushunarli. Buni nomi Bu nima? high-tech posonimiz. Ayting, yo'llarni qaranglar, go'zal qilarishibdi. Zo'r. High-tech posonimiz bu. O'z spalni ham bo'ladi mana qanaqalarni Aha. yopishtirsa. Buni razmeri 430 ga 230. 430 ga 230. 5 million 400 ming so'm. 5 million 400. Zo'r aka. Xona 700 minglik xonlarimiz ham bor. Bunga tushadigan. Bunga tushadigan. Aha. 400 minglik xonimiz ham bor, shunga tushadigan. Bo'ldi. 4 xil xonimiz bor aka. Telegramda gruppangiz ham bormi? Telegramda gruppa bor. Nomi nima? Mebel vodiysi. Mebel vodiysi. Mebel Yorib vodiysi. qo'yibsiz ekan nomni. Kirsalaring ichida yana narxlari ham o'zgarsa, yema. Ha, narxlari bor. Turlari ham bor. Bu bayda masalan ko'rsat, bu hozir zakazga ertaga egasiga ketadigan, sotuvga chiqib ketadigan, oldin yasagan ekan ishlari, har xil ishlari ko'rsatsang bo'ladi. Mebel vodiysi esda qolar ekan. Buchi? Shuni ratsvetkasi bu. Ha, mana bu bilan Ha, bir narxi bir xil. 4 million 800 ming so'm. Zo'r. Hani endi original Chesterga kelaylikchi aka. Ha, endi original Chester. Buni ham shu spalni qilib ishlatsa bo'laveradi. Aha. Shu yerga. Buni burchayi ham 90 gradusli burchay. Ha. Devorga yetib boradi orqasiga. Ha, hali bo'sh joy qolmaydi. Bo'sh joy qolmaydi. Orqangizdaginiki bo'sh joy qoladi. Ha, mana bunda bo'sh joy qoladi, to'ppa-to'g'ri. Bunda bo'sh joy qolmaydi.
Mashinani Bu ham oladi. sasnali ishimiz bu. Shohona qilib ishlab olibsizlar, zo'r chiqib ketdi. Sasnali ishimiz. Hop. Pampers Purjini 22 plot machalka, bu yerlari ham 5 lik machalka qo'yilgan. Aha. 5 lik machalka qo'yilgan 5 million 200 ming so'm. 5 million 200 ming. Dastlabki hammasi ichida ketdi. Dastlabkasi ichida. Olib ketaveraman desa, Olib ketaveraman desa 4 million 800 ga ham beramiz. gap yo'q. Zo'r. Tushib beramiz-da, aytgan narxdan chet yo'lida qilib. Kelishaverayotganimizda telefon qilsa, Albatta kelishamiz. bo'ldi aka. Bu Chester'da arzon varianti. Bu arzoni. Terali varianti bu. Bu ham Pampers Purjina polni. Terali varianti. Hech Bu pul 4 million 200 ming chiqadi bu. 4 million 200 ming. Aha. Aynan. 4 million 200 mingga Chester bor akalar. 3 ta katta pufiklari bilan. Juda katta pufigi bilan. 400 minglik stol olsa 4 million 600 bo'ladi. Ha? Olib borib berishi bilan. Zo'r. Bozorda 5,5 million 6 million dedi. Siz yaqinim siz 5 beravering deydi akalar. Mana qaranglar. High-tech arzon tasoni. Bu qimmati, bu arzoni bu. Qancha chiqadi bu? Bu 4 million chiqadi bu. 230 ga 430 bu. 230 ga 430 bular. 4 million chiqadi. Kattalarda hammasi 230 ga 430 Ha, kattalardagi 230 ga 430, pufigi 3 tadan bo'ladi. Kattasiniki. Tushunarli. 4 millionmi bu? Bu 4 million chiqadi. Go'zal. Akalar, Andijon mebel yasaydigan xonadondamiz. Uydan turish birinchi narxi bu yerdan chiqib magazinga, bozorga borgandan keyin ustiga qo'shiladi. 1 milliongacha qo'shiladi bemalol. Ha, qo'shiladi. 500 ming. Proxoshkamiz ham bor mana. Bular nech puldan? Bu 1 million 200 mingdan dastlabkasi ichida tashlab beramiz, shu qo'shib olganlarga. Buni zakazga yasab beraverasizmi? Zakazga, razmerlik hammasini yasab beraveramiz. Zo'r. Bu yerda tortmasi ham bormi? Bo'ldi. Imonosi yopilib ochiladi. Zo'r. Oyoq Oynaylik. Oynaylar bilan. Bitta vishilkalari bilan. Ha, vishilkalari bilan bo'ldi. Holisi metrda ham chiqarib beraverasiz. Ha, u yerlarini chiqarib, bunday dizayn tashlab bersa, o'shunday ham qilib chiqarib beraveramiz. Italyanskiy. 5000 dollarliklar bilan birga bir qilib beraman. Birga bir qilib beramiz. Mana ishlar ko'rib turibsizlar. Gap yo'q aka. Zo'r. Ishlarga ham, narxga ham gap bo'lishi mumkin emas. Bizni nomimizdan chiqishadi, yana ham kelishtirib berasiz aka. Albatta. Rahmat, salom alaykum. Xo'p, sog' bo'ling.